odamın üstünde tepeden. Bu yerde süzüban bo'lmaydi ha. Juda tez bir joyda turadi. Ha. Rosa ustesa, yo'qsa o'qishib ketadi. Sirdaryo'ni siri mana shu edi. Oltin beshik ham mana shu edi. Oltin darvoza ham shu yerda. Nimaga o'sha Sirdaryoni siri shu yerda deb aytadi, izoh bering. Sirdaryo'ni siri chunki oltin beshik ham shu yerda, oltin darvoza ham shu yerda. Aksiyada oltin darvozasi. Ha, ilgariga Mana shu yerda. shaharga kirishda oltin darvoza ishlaydi. Afsonaviy narsa mana shu yerda. Afsona mana shu yerda. И daryoni shu ko'ndalang bosib tuz qo'ydigan 100 metrlik baliq ham shu yerda. Kitdan katta baliq bu. Shu yerlarda. Mana shu yerlarda. Darvoza shu yerda joylashgan o'sha qism. Darvoza qolib ketgan suv tagida. Oltin darvoza. Oltindan. Aksiyada oltin darvoza. Oltin beshik degan rivoyat. Mana aytdi. Hamma narsa yechim bilan. Kim olmaydi. O'zi chuquraqada. 6 metr mana 6 metr. 6 metr. Chuqurligi 6 metr ko'rsatyapti hozir. O'zi mana suv mashina yana 3 metr ko'tariladi. Suv sathi tepada mana. Demak, bu yer sathi 10 metrgacha bo'lishi mumkin bo'lgan. Hozirgi danli moment vaqti 6 metrga to'g'ri kelgan chuqurlikdagi suv oqyapti. Bo'ldi. Voy, yo'llarni olishimiz kerak. Qancha zo'r ketdi? Ha? Qancha zo'r ketdi? Qancha zo'r ketdi? Ha? Yo. Biz ishonmaymiz bu kishiga. O'zingiz bilavering, ha? Bitta notur yo'li birisi ki og'anaydi bu. Xavfsizlik. Mana ortadan olishim kerak. Shu o'ta. Kamera undim qo'y. O't bak. Mayli, olayapman sen. O'tga Yurmanglar. Sakkiz metr. Sakkiz ol, kuzu to'g'ri mana. Bag'i bilan 15 metr bo'ladi. 10 metr ekan men. Eng chuqur joy ekanda o'zi bu yer. 10 ekan. O yer o'yini 7. Akam bilan 11 ekan. 11. Oroliymi? Ha? Biraz bo'ldi o'tman. O'ting bak. O't. Mana bu o'tamiz. Bilmana sizlar. Men o'tirib olay. Oldinga gap. Aksga to'p. Chiqing aka, oyoqni yechingda maza qilasiz. Qaytib kelib, buni qaytib chiqarmaysiz ne? Biz o'taylik bitamiz u tomonga. Ushlab. Men o'taman. Nima? Voy, alimga bitta. Ana oyoqni uzatib ang aka. Bo'ldi. Ozanat. Kitane bo'lar ekan-da aka. Askentol. Ha, mana ular bormi? Ketganda, ha.